Ba'zi bir insonlar baxshilarga borishadi. Neredeyse yo'limi ochib bering deydi. U baxshi o'zi yoki sehrgar o'zi u yo'li ochilmagan. O'zi turmushi yaxshi emas. O'zini boyligi yaxshi emas. Boyligi yaxshi bo'lganda sizga o'xshagan odamlarni kutib o'tirmardi bu yerda. Ba'zi paytdagi yolg'on gaplarini yoki ba'zi payt uxlamasliklarini yoki issiqda yoki sovuqda bir joylarda yurishliklarining sababi ham xafa bo'lmang. Haligi tarixdagi ulamolarimiz aytganday, Umar roziyallohu anhuning mashhur so'zlari bor. Tilla haqida gapirgan tilla oltin so'zlari. Demak, biz rizq degan mavzuga kirayotgan vaqtimizda bilaylikki, inson doimo shu rizqqa qarab harakat qilaveradi. Lekin nihoyasi yo'q buni. Sabablarni qilmasdan rizqi o'zi kelib qoladi deb o'tirishlik musulmonchilikda, mo'min musulmonchilikda yo'q. Uzoqda safarda ishlab yurgan odamlar topgan puliga sigaret chekish mumkin, aroq ichishligi mumkin, qimor o'ynashligi mumkin. Mana shu munosabat bilan aytishimiz kerak. Ko'p insonlar, ko'p yangi turmushga, hayotga qadam qo'ygan insonlar farzand ko'rmaganligidan shikoyat qiladi. Qarangki, inson narigi dunyodagi inson qaytib kelishligining sababi nima desa, tahorat olganda 2-chugun yechiladi. Bomdod o'qiganda 3-chugun yechiladi. Hozir dunyo shunaqa bo'lib qoldi, odamlar hammasi butun o'lchamlari faqat iqtisod bilan bo'lib qoldi. Faqat pul bilan bo'lib qoldi. Shukr qilaylik, Alloh subhanahu va taolo bizni nima rizqlarimizni ziyoda qilib beradi. Tarixda ba'zi bir podshohlar yashamaganday biz yashab turibmiz. Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillahi robbil alamin. Salatu vassalam ala rasulina Muhammadin va ala alihi va ashabihi ajma'in. Alloh subhanahu va taologa maqtovlar, hamd va sanolar bo'lsin. Payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallamga salovat salomlar bo'lsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Hurmatli aka-ukalar, opa-singillar, yaqinlar, xayrli, nurli, barakatli kech. Alloh subhanahu va taolodan tavfiq, hidoyat, to'g'ri yo'l so'ragan holda hozirgi kunimizdagi ko'p odamlarimiz, balki hamma butun insoniyatni o'ylantirayotgan masala rizq masalasi haqida savollar ham ko'p. Odamlarimizni o'ylantirgan narsa ham shu, safarlarning sababi ham shu. Ba'zi paytdagi yolg'on gaplarini yoki ba'zi payt uxlamasliklarini yoki issiqda yoki sovuqda bir joylarda yurishliklarining sababi ham bo'lgan va undan tashqari ko'p narsalar sabab bo'lgan rizq haqida shariatimizni, dinimizni, Qur'oni Karimni, Payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallamning muborak sunnatlarida nima deyilgan? Shuni inshaalloh jamoatimiz bilan, ya'ni sizlar bilan suhbat qilishga harakat qilamiz. Rizq degani nima degani? Birinchi biz shu narsani tushunib olishimiz kerak. Rizq degani nima degani? Yoki qanday qilsak rizqimiz ko'payadi? Qanday qilsak rizqimizda baraka bo'ladi? Qanday qilsak Alloh subhanahu va taolo bizga rizqimizni oson beradi, yengil beradi? Yoki qanday qilsa inson faqir, miskin, kambag'al bo'ladi, qanday qilsa boy bo'ladi? Shunga o'xshagan savollarga jamoatimizga bir tushuntirishlikka, javob berishlikka harakat qilamiz. Rizq deganda ko'p insonlarni birinchi bo'lib o'y fikriga keladigan narsa dinor, dirham, pul, so'm, rubl, dollar, shunga o'xshagan narsa. Insonlar mana shu pulni, boyliklarni rizq deb o'ylaydi. Bu o'ylashlari to'g'ri. Albatta u ham rizq qatoriga kiradi. Ammo rizqning ma'nosi o'ta keng. Rizq degan so'zning ma'nosi juda ham keng. Ma'naviy, hissiy, ma'rifiy bir necha uni ko'rinishlari bor. Masalan, ya'ni Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimda innalloha huva ar-razzaqu zul quvvatil matin. Alloh subhanahu va taolo Razzaqdir deyapti. Roziq degani ham bor. Ar-razzaq. Ar-razzaq degani o'ta ko'p rizq beruvchi degani. Rizqni beruvchi Alloh taolo. Alloh subhanahu va taolo bandasiga o'zi rizq beradi. Rizqni avval ma'nosini tushunib oladigan bo'lsak, insonni mana shu ko'rib turishligingiz, hozir mana shu bizni nimamizni yoki eshitib turishligingiz mana shu o'zi rizq. Chunki ko'z degan rizq bor ekan. Yoki eshitib turishligingiz, quloq degan rizq bor ekan. Hattoki ulamolarimiz kitobda, ya'ni tafsirlarda bir-birlari bilan bahslashib aytishdiki, ko'z ne'mati ulug'mi, quloq ne'mati ulug'mi? Desa aytishdiki, quloq ne'mati. Ya'ni eshitishlik rizqi ko'rishlik rizqidan ko'ra ulug'roqdir degan ulamolarimizning so'zlari bor. Demak, rizqni biz avval uni ma'nosini keng ekanligini tushunib olsak. Ko'rishlik, eshitishlik, ya'ni sihat, salomatlik rizq. As-sihhatu tajun ala ra'si as-sahih. Sihat, salomatlik salomat bo'lib turgan insonning boshidagi tojidir. Ammo uni o'zi ko'rmaydi. Salomat inson
sog' salomat ekanligini o'zi bilmaydi. Qachon biladi? Og'rib qolganida yoki kasal bo'lib qolganida biladi. Aql, idrok rizq, tushunishlik rizq, sihat salomatlik rizq va yana shunga o'xshagan narsalarda hammasi insonda umri, solih farzandi bor, o'g'li bor, qizi bor, otasi bor, onasi bor yoki o'sha insonni chiroyli itoat qiladigan, soliha, uyga kirganda xursand qiladigan, ko'chaga chiqqanda saqlab turadigan, sir asrorlarni yashirib faqatgina yaxshilikka sababchi bo'ladigan ahli oilasi bor. Mana shu ham rizq bo'lib hisoblanadi. Demak, siz bilan men rizq degan tushunchani to'g'ri tushunib olishligimiz kerak. Insonlarimiz, ya'ni bu faqatgina boylikni yoki pulni rizq deb tushunib olyapti ko'pchilik. To'g'ri, lekin hurmatli aka-ukalar, yaqinlar, azizlar deydi, ya'ni rizq faqatgina pulga bog'lanib qolmadi. Ba'zi bir ulamolarimiz, olimlarimiz so'zi bor ekanki, inson deydi ba'zan o'ziga kelgan boylikni rizq deb tushunib qoladi deydi. Ba'zan Alloh taolo buni mahrum qilishligi rizq. Sizga berilishligi emas. Sizdan mahrum bo'lishligi rizq. Qanday qilib? Sizga Alloh subhanahu va taolo bir boylikni bermadi, agar biz boylik tarafdan rizq deb tushunib tursak agar. Boylikni bermadi. Boylikni bermadi-da, shu bermaslik bilan sizni gunohlardan, har xil yomon nom, yomon harakat, yomon narsalardan saqlab qoldi. Dunyoda ham, oxiratda ham. Ba'zi bir insonlarda ko'rdikki, boyib ketishgandan keyin o'zgarib ketishdi. Boyib ketgandan keyin nauzubillah zinokor bo'lib keldi. Aroqxo'r bo'ldi. Narkotik yoki narkosh bo'ldi. Shunga o'xshagan narsalar kirdi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam hadisda aytadilarki, "Va inna minan nasi unasun", shunday bir insonlar borki, la yuslihuhu illa al-ghina. Boylikkina o'sha insonlarni chiroyli ushlab turadi. Va yana shunday insonlar borki, ularni faqirlik va miskinlik, kambag'allik uni ushlab turadi dedilar. Shuning uchun ba'zi paytda sizga berilishligi emas, sizdan olib qo'yishligi rizq bo'lib hisoblanadi. Alloh subhanahu va taolo masalan sizdan olib qo'ysa bir narsani, xafa bo'lmang. Haligi tarixdagi ulamolarimiz aytganday, Alloh taoloni olib qo'yishligi rizq. Yoki Alloh subhanahu va taoloni sizga tanlab bergan narsasi rizq. Qancha yashaymiz bu dunyoda? Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam meni ummatim ma bayna 60 va 70 dedilar. 60-70 ni o'rtasida yashaydi dedilar. Ko'proq. Unga yetib bormaydigani ko'p. Qancha janozalarni ko'rdik, yosh bolalar. Demak, Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam hadisda aytdilarki, "Vattaqulloha va ajmilu fit talab." Alloh taolodan taqvo qilinglar, rizq talab qilishlikni go'zal yo'llar bilan talab qilinglar dedilar. Hammamiz, siz, men, hammamiz mana shu rizqni yaxshi ko'ramiz, harakat qilamiz, ortidan yurib, keng, ko'p rizqimiz bo'lishligini xohlaymiz. Vaholanki Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam hadisda insonni ko'zini faqatgina tuproq to'ldiradi yoki insonni og'zini faqatgina tuproq to'ldiradi degan Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam hadis aytdilar. "Law kana li ibni adama wadin min az-zahab", bir vodiy tillasi bo'lsa. Ba'zan ko'chada, yo'llarda ko'rib qolasiz, ozgina 100 ta, 500 ta, 5000 ta qo'y yoki molni, tuyalarini haydab, otlarini haydab ketayotgan odam bo'lsa, yo'ldan mashina o'tayotganda kelsa, ko'pga o'xshab ko'rinadi. Juda ham ko'pga o'xshab ko'rinadi. Lekin vodiyga nisbatan ozgina bo'lib qoladi. Mol yoki qo'yda aytyapmiz. Moshiya. Ammo o'ylang, bir vodiy tilla bo'lsa deyaptilar. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam, "Law kana li ibni adama wadin min az-zahab", insonni bir vodiy tillasi bo'lsa, bu insonga bu tillalar yetmagan bo'lardi. Yanada ko'proq bo'lishini, undan ham ko'p bo'lishini xohlagan bo'lardi degan Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam hadislar bor. Demak, biz rizq degan mavzuga kelayotgan vaqtimizda bilaylikki, inson doimo shu rizqqa qarab harakat qilaveradi. Lekin nihoyasi yo'q buni. Buni oxiri yo'q. Qayerda to'xtaydi, qanday qiladi inson bilmaydi. Shuning uchun biz so'rashimiz kerakki, Alloh taolodan rizqimizga baraka so'rashimiz kerak. Hozirgi bizni jamoatga, sizlarga ya'ni tushuntirmoqchi bo'layotgan narsamiz, qanday qiladigan bo'lsa insonni rizqi ko'payadi. Albatta bu sabab. Alloh subhanahu va taolo har bir narsani sabab bilan yaratdi. Har bir narsaga dunyoda sabab kerak bo'ladi. Xuddi shuni singari rizqqa ham sabab kerak bo'ladi. Mana shu sabablarni ba'zilarini eslatib o'tamiz. Dinimiz ko'rsatgan rizqlarni sabablarini ba'zini eslatib o'tamiz. Ajabmaski siz bilan men mana shu narsalarga amal qiladigan bo'lsak,
Alloh subhanahu va taolo xuddiki ulamolar aytganda yoki rizqini ko'paytirib beradi, yoki rizqini o'ziga Alloh taolo barakatlarini beradi. İnsonga xotirjamchilik keladi, rizqi keng bo'ladi inshaalloh. Birinchisi, insonni rizqlarini ko'payishligini sabablarini shariat as-sa'i, yurishlikka, harakat qilishlikka bog'ladi. Mana siz Rossiyadasiz, Koreyadasiz, Amerikadasiz, yoki qo'shni mamlakatdasiz, yoki qo'shni qishloqdasiz, yoki dehqonchilik qilib, dalada bir agroot yuribsiz. Ya'ni rizq uchun uyda o'tirmadingiz. Rizq uchun harakat qildingiz. Shariatimiz mana shu narsaga buyurgan. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam hadisda aytdilarki, "Law annakum tatawakkaluna alallohi", agar sizlar kattayri, qush kabi tavakkal qilganlaringda edi, la razaqakum kama yarzuqut tayr, qushni rizqlantirgani kabi. Ya'ni sizlar haqiqiy tavakkal qilsanglar, Alloh taolo xuddi qushlarga rizq bergani kabi sizlarga ham rizq bergan bo'lar degan Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam hadislar bor. Tag'du khimasan va taruhu bitanan. Qarangki deydi, qushlar uchayotgan vaqtlarda ertalab qorni och holatda uchadi. Qushni agar uyi bo'lsa, ko'p qushlarga e'tibor bering, uyi yo'q. Ko'p qushlarning uyi yo'q. Agar uyi bo'ladigan bo'lsa yoki o'sha bir manzili bo'lsa, qush ertalab qorni och bo'ladi. So'ngra ikki qanotlarini qoqib qush harakatlanib ketadi. Och holatda. Tag'du taruhu. Ketganda och ketadi. Qaytganda to'q qaytadi. Kim berdi rizqini? Qushni rizqini kim berdi? As-sa'i deydi, ya'ni harakat bo'ldi, Alloh taolo berdi. Ko'pchilik tavakkal degan joyini ushaydi. Qushni ikki qanot harakatlanyapti, uchib ketdi degan joyini ushamaydi. Uchib ketish kerak. Yurish kerak. Jilish kerak. Qarangki, Alloh taolo Qur'oni Karimda li ilafi Qurayshin ilafihim rihlatash shita'i was-sayf. Quraysh, ya'ni Makkadagi qabila. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning Quraysh qabilasi. Makkadagi qabila ya'ni. Rihlatash shita'i was-sayf deb Alloh taolo. Qishki va yozgi bularni safari bor edi. Tijorat bilan shug'ullanar edi. Demak, inson harakat qilish kerak. Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimda famshu fi manakibiha va kulu mir rizqih. Yuringlar, yer ustida harakatlaringlar. Va kulu mir rizqihi. Alloh subhanahu va taoloning sizlarga bergan rizqini yenglar deb oyat-i karima tushirdi. Nima sababdan Rossiyaga bordingiz? Nima sababdan Amerikaga, Koreyaga yoki qo'shni joyga, uzoqroqqa, yaqinroqqa safar qildingiz? Sabab harakatdan so'ng sizga rizq keladi inshaalloh. Demak, bizning shariatimiz ham harakatga buyurgan. O'qib, harakat qilib bir joyda ishlaymiz. Yurib harakat qilib, kasb, hunar qilib, albatta halol yo'l bilan. Halol rizq bilan biz harom rizq, luqmani ham tushuntirishga harakat qilamiz jamoatimizga. Alloh taolo hammalarimizga halol rizq bersin. Haromdan Alloh taolo o'zi saqlasin. Lekin sizni safaringiz, uydan chiqqaningiz sababi, tijoratda yurganingiz, ya'ni uyda o'tirmaganingiz, men xos erkak kishilarga aytyapman. Mana shu erkak kishilarning harakat qilayotganliklarining sababi rizq. Umar roziyallohu anhu kunlarning birida masjidga kirdilar, hamda masjidda ko'rdilarki, bir inson o'tiribdi. Namoz emas vaqtida o'tiribdi inson. U kishidan so'radi Umar roziyallohu anhu: "Va ma ajlasaka fil masjid fi hadal vaqt?" Mana bu vaqtda, hozir shu paytda nima sababdan masjidda o'tiribsan dedi. Boyaga aytdiki, "Ey Amirul Mu'minin, ey mo'minlarning amiri, Alloh taolodan shu rizqimni kengaytirishini tilab, so'rab, ya'ni o'tiribman. Shu rizq bo'lib qolar deb o'tiribman" dedi. Umar roziyallohu anhuning mashhur so'zlari bor. Tilla haqida gapirgan tilla oltin so'zlari. "Va qad alimtum anna as-samaa la tumtiru dhahaban wa la fiddatan." Bildinglar-ku, osmondan tilladan bo'lgan, oltindan bo'lgan, ya'ni kumushdan bo'lgan yomg'ir kelib ustilaringga yog'masligini bildinglar-ku. Turinglar, harakat qilinglar. Harakat qilinglar degan Umar roziyallohu anhu so'zi bor. Demak, birinchi sabablaridan biri yoki bir necha sabablar bor. Mana shu sabablardan biri as-sa'yu. Alloh taolo Qur'oni Karimda fa iza qudiyatis-salatu fantashiru fil ardi wabtagu min fadlillah dedi. Qachonki namoz nihoyasiga yetar ekan, bu Juma surasida Juma namozi haqida keldi. Namozni nihoyasiga yetkazib bo'lganingizdan so'ng fantashiru fil ardi, yer yuziga taralinglar. Yer yuziga taralinglar va Alloh subhanahu va taoloning fazli karamini qidiringlar desa, ulamolarimiz aytishadiki, demak bu inson
Alloh subhanahu va taolo bu kishiga yozgan fazl, rizqni qidirishligi kerak deb. As-sa'yu ala rizq min asbabir rizq. Rizqni sabablari, hurmatli jamoat, rizqqa qarab yurishlik, harakat qilishlik, sabab qilishlik. Ana undan keyin Alloh subhanahu va taolo bu insonga rizq beradi. Bizi dinimizda o'z o'rinda o'tirib yoki tamanni deydi, orzuparastlik qilib, hech qanday harakat qilmasdan, sabablarni qilmasdan rizqi o'zi kelib qoladi deb o'tirishlik musulmonchilikda, mo'min musulmonchilikda yo'q. Musulmonchilik doimo harakatga, sa'y harakatga buyuradi. Innamal ilm bitta'allum. Ilm olishlik ham o'zidan o'zi bo'lmaydi. Bitta'allum, o'qishlik bilan bo'ladi. Va innamal hilmu bittahallum, halimlik ham o'zi bilan bo'lmaydi, balki u halimlikni qidirishlik bilan bo'ladi. Demak, rizq kelishining sabablaridan biri harakat, yolqovlik emas. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam har kuni ertalab yolqovlikdan panoh tilardilar. Allohumma inni a'udhu bika minal kasali. Ey Robbim, meni yolqovlikdan saqlagin. Ba'zi bir insonni masalan rizqi kam bo'ladigan bo'lsa va u inson harakat qilmaydigan bo'lsa, boshqa insonlarni ayblamasin, o'zini ayblasin. Harakat kamligidan rizqi kamligini bilsin. Harakat qilmayaptimi? Qur'onga teskari. Harakat qilmayaptimi? Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning sunnatlariga teskari. Hattoki qarang, sahobalar nima qilar edi? Ansor bilan muhojirlar Madinada turgan paytlarida bitta bo'lib kelishib olgan edi. Aytdiki, Umar roziyallohu anhu ham bir kishi sahobiy bilan kelishib aytdi. Sen dedi bir kun Rasululloh bilan kechga birga yurgin, ertalabdan kechga. Rasululloh qanday sunnat ko'rsatadilar, qanday buyruq beradilar, qanday qaytarib qiladilar. Kelib kechqurun menga aytib berasan. Men esa ertalabdan kechga ishlayman. Ertasi kuni sen ishlaysan, men Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bilan birga yuraman. Demak, Rasululloh bilan birga yurdilar, ikkitadan sherik bo'lib. Ammo ikkinchi qismlarichi desa, mehnat qildilar, harakat qildilar. Chunki inson, Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam hadisda aytadilar, inson o'zi yegan taomlarda eng afzali mehnat bilan, harakat bilan topilgan taom bu inson uchun eng afzal rizqdir dedilar. Xuddiki Abdurrahmon ibn Avf radhiyallohu anhu milliarder sahoba bo'lgan, eng boy sahoba bo'lgan. Mana shu sahoba birinchi kuni Madina Munavvaraga ko'chib borganlaridan so'ng, birinchi kunidan boshlab amaliyatihi, qo'l mehnatidan, peshona teridan taomlandi, tijorat qildi degan nima voqea bor. Demak, harakat haqida o'ta ham nimalar ko'p, nima deydi, misollar ko'p. Ammo bizni hozirgi men jamoatimizga, sizlarga yana tushuntira oldim deb o'ylayman. Shariatimiz buyurgan, tek o'tirishlikdan qaytargan, harakat qilishlikka buyurgan sharti halol bo'lishligi va harakat qilishlik. Ana u insonning rizqlariga sababchi bo'ladi. Ikkinchisi, rizqqa sabab bo'ladigan narsalardan asosiylardan biri Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimda va man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja va yarzuqhu min haythu la yahtasib deyapti. Taqvo qilishlik. Va man yattaqillaha, qaysi inson taqvo qilar ekan, yaj'al lahu makhraja, Alloh taolo uni yo'llarini ochib qo'yadi deyapti. Yani ko'pchiligimiz, jamoatlarimiz, insonlar aytadiki, yo'lim ochilmayapti. Shunday so'zlarda eshitamiz. Hattoki bu so'zni ortidan ba'zi bir insonlar baxshilarga borishadi. Ya desa, yo'limni ochib bering deydi. U baxshi o'zi yoki sehrgar o'zi u yo'li ochilmagan. O'zi turmushi yaxshi emas. O'zini boyligi yaxshi emas. Boyligi yaxshi bo'lganda sizga o'xshagan odamlarni kutib o'tirmardi bu yerda. Balki o'zi ko'p chamadonda pullarni qilib, o'zi xohlagan joyda dam olib, xohlagan uyini qurib o'tirgan bo'lardi. O'zi yo'li ochiq emas shu baxshi sehrgarlar. Lekin nima deydi biziklar? Baxshiga borib meni yo'limni ochib bersa yaxshi bo'lardi deydi. Alloh taolo nima deydi? Alloh taolo Qur'oni Karimda va man yattaqillaha, qaysi inson taqvo qilsa. Taqvo nima degan desa, yalangak inson tikonlardan ehtiyot bo'lib bosib yurishligi, oyog'ini qanot olmasdan, tikonni sayildirmay o'tib oyog'ini ehtiyot qilib yurishligi taqvo deyiladi. Xuddi shuni singari inson harom narsalardan ehtiyot bo'lib yurishligi taqvo deyiladi. Amalun bitanzil, Alloh tushirgan Qur'on, Rasulullohning muborak sunnatlari sallallohu alayhi vasallamga amal qilishlik, buyruqlarini bajarishlik, qaytariqlardan qaytishlik taqvo deb nomlanadi. Viqoyadir, ya'ni o'zini haromlardan saqlash. Alloh aytayaptiki Qur'oni Karimda va man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja va yarzuqhu min haythu la yahtasib. Qaysi inson taqvo qilar ekan? Taqvo qiling. Alloh taolodan qo'rqing, buyruqlarini bajaring,
Qaytarg'ilaridan qayting. Alloh nima deyapti? Javobida yaj'allahu makhraja. Alloh taolo shu bandasiga yo'l ochib beradi. Makhraj, chiqadigan yo'l, muammodan chiqadi, qiyinchilikdan chiqadi, g'am tashvishdan chiqadi, faqirlikdan chiqadi, johillikdan chiqadi. Qachonki va man yattaqillaha, kimki Alloh taolodan qo'rqsa. Yana qo'shimchasichi desa va yarzuqhu min haythu la yahtasib. Rizq beradi, u ham mayli, rizq beradi min haythu la yahtasib. O'zi o'ylamagan joydan rizq keladi. Mana qarangki, insonlarimiz qancha mana biznesda, tijoratda, kasb hunarda, ishda yurgan odamlar ko'p narsani reja qilamizda hayotimizda. Ammo reja qilganimizda rizqlar ba'zan kelmaydi. Lekin ba'zi bir narsalar biz reja qilmaymiz, plan qilmaymizda, kutmagan joyimizdan rizqlar keladi. Shuni Alloh subhanahu va taolo aytayaptiki, "Va may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Qaysi inson Alloh taolodan qo'rqsa, unga yo'l, chiqadigan yo'l qilib beradi. "Va yarzuqhu min haythu la yahtasib." Alloh subhanahu va taolo u o'zi kutmagan joydan bunga rizq qilib beradi, deyapti. Rossiyaga borasiz siz, yoki uzoq bir joyga borasiz, yoki kunduzi bilan charchab mehnat qilasiz. Kechqurun telefonda kelib harom narsa bilan mashg'ul bo'lasiz. Yoki kunduzi yoki yo'lda yoki boshqa joyda harom narsalar bilan mashg'ul bo'lasiz. Uzoqda safarda ishlab yurgan odamlar topgan puliga sigara chekish mumkin, aroq ichishligi mumkin, qimor o'ynashligi mumkin. Qanday qilib bu inson taqvo qilmaydi? Ya'ni bu insonda aqliga qoyil qolish kerak. Qiylansa, ishlasa, muammoda har xil narsalarda bo'lsa, uyda qiladigan ishlari bor, bola chaqa tarbiyasi bor yoki boshqa muammosi yetarlikda, bu muammosi yetarli inson nima qiladi desa, yana taqvo qilmasdan kechasi bilan telefonda har xil saytlarda yuradi. Yoki ichadi, yoki qimor, yoki lotereya, yoki shunga o'xshagan narsani o'ynaydi-da, kunduzi yana bo'lib ishlaydi. Qanday qilib baraka bo'lsin? Qanday qilib baraka bo'lsin? Alloh subhanahu va taolo shuning uchun aytayaptiki, "Va may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Kim bo'lishidan qat'iy nazar taqvo qiladigan bo'lsa, Alloh taolo unga yo'l ochib beradi va rizqini kengaytirib, o'zi kutmagan o'rindan beradi. Shuning uchun biz azizlarimizga, yaqinlarimizga aytar edikki, taqvo qiling. Alloh subhanahu va taolo boshqa oyat karimada "Va may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra." Ishlarini barchasini oson qilib qo'yadi, deyapti. Yaj'al lahu min amrihi yusra degani ishlarini oson va yengil qilib qo'yadi, deyapti. Yo'li ochiq odam bo'lasiz. Ishlaringiz oson bitadigan inson bo'lasiz. Alloh taologa taqvo qilinadigan bo'lsa. Shuning uchun rizqni sabablaridan biri inson Alloh subhanahu va taologa taqvo qilishligi. Qanchalik Alloh taologa taqvo qilsangiz, shunchalik Alloh yo'lingizni ochadi. Shunchalik Alloh subhanahu va taolo rizqingizga, umringizga barakotlarini beradi. Allohu alam. Rizqni keyingi sabablaridan Alloh subhanahu va taolo bizga aytdi, hurmatli jamoat, rizqni albatta sabablarga bog'lab qo'ygan. Rizqning sabablaridan biri keyingisi kasratut tavbati va kasratul istig'for. Bu ham hozirgisiga o'xshaydi. Ko'p tavba qilishlik va ko'p istig'forlarni aytishlik. Biz hammamiz gunohkor, xatoga yo'l qo'ygan bandamiz. Qanchadir gunoh qildik shu kungacha va shu bugunni o'zida biz qancha gunohlarga sabab bo'ldik. Tilimizdan gunoh qilib qo'ydik. Ko'zimiz bilan gunoh qildik, quloqlarimiz bilan gunoh qildik. Ya'ni bir necha gunohlarga yo'l qo'ydik shu bugunning o'zida ham. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam hadisda "Va man lazimal istig'for." Qaysi inson istig'forni ko'p aytar ekan? Ko'p istig'for aytishlik, ya'ni lafzi astag'firulloh. Astag'firulloh deb istig'forni ko'p aytishlik. Alloh subhanahu va taolo uni rizqlantiradi. Alloh taolo uni yo'llarini ochadi dedilar. Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimda Nuh surasida "Faqultu astag'firu robbakum." Robbilaringga istig'for aytinglar. "Innahu kana ghaffara yursilis samaa alaykum midrara va yumdidkum bi amwalin va banin." Istig'forni ko'paytiringlar. Alloh taolo sizlarga yomg'irni yog'dirib beradi, deyapti. Qancha qurg'oqchilik bo'ladi, dehqonchilikka, ziroatga, tijorat ko'p narsaga sababchi bo'ladi. Faqultu astagfiru robbakum. Istig'for aytinglar, gunohlaring kechiriladi, yomg'irlar yog'adi. Bizning mavzuyimizga tegishligi va yumdidkum bi amwalin va banin. Sizlarga Alloh taolo pul beradi, deyapti. Amval degani mol mulkni jami. Ko'p mol mulk beradi, deyapti. Va yumdidkum bi amval va banin. Farzand beradi. Mana shu munosabat bilan aytishimiz kerak. Ko'p insonlar
ko'p yangi turmushga, hayotga qadam qo'ygan insonlar farzand ko'rmaganligidan shikoyat qiladi. Bir necha yil o'tdi, bizga 3 yil bo'ldi, bizga 5 yil bo'ldi. Farzand ko'rmayapmiz, yoki o'g'il ko'rmayapmiz, yoki qiz ko'rmayapmiz, farzand ko'rmayapmiz. Alloh taolo Qur'oni Karimda yumdidkum bi amwalin va banin, sizlarga Alloh taolo mol, mulk, farzandlaringni ko'paytirib beradi deb. Qachon? Istagfiru faqultu istagfiru, istig'for aytsangizlar deyapti. Sahobalar aytadi, biz deydi payg'ambar sallallohu alayhi vasallam bilan o'tirsak, bir majlisning o'zida payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam 70 marratan 70 marta istig'for aytganini ko'rardik yoki eshitardik. Bir majlisda. Hattoki biz so'radik, ya Rasululloh sallallohu alayhi vasallam, siz har mana bir majlisda o'zida 70 marta istig'for aytyapsiz yoki 100 marta istig'for aytyapsiz. Sizni Alloh taolo avvalgi gunohlaringizni ham kechirgan, keyingi gunohlaringiz ham kechirilgan va shunga qaramasdan ko'p istig'for aytyapsiz. Nimaga? Shunda payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam aytdilarki, afala akuna abdan shakura, Allohga shukr qilguvchi banda bo'lmaymanmi deb payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam aytdilar. Demak, inson Alloh subhanahu va taologa shukr qilishligi, istig'forni ko'paytirishligi, astag'firulloh kalimasini ko'paytirishligi, yumdidukum bi amwal, sizu bizga mol, mulkni Alloh va'da qilyapti Qur'onda. Istig'forni ko'paytiringlar, mol, mulkinglar ko'payadi. Va banin, farzandlaring ko'payadi. Jannatin va anhar oyat davomida keladiki, dunyoda mol, mulkli bo'lasizlar. Dunyoda farzandli bo'lasizlar. Oxiratga borganda jannatin va anharo, jannat ham bo'ladi. Anhorlari bor jannat bo'ladi. Va sizlarning gunohlaringizni kechiradi deyapti. Istig'for haqida o'zi alohida bir tushuntiramiz, yana bir aytib beramiz jamoatga qodir kelgancha. Alloh subhanahu va taolo istig'for aytgan bandasini quvvatini ko'paytiradi, kuchlarini ham ko'paytiradi. Demak, kasratul istig'for va tavba, ko'p istig'for aytishlik, ko'p tavba qilishlik, Alloh subhanahu va taologa tavbasini e'lon qilishlik insonni mol mulki ko'payishligiga sababchi bo'ladi. Shuning uchun tarixda olimlarimiz aytishgan, qo'lingiz harakatda, mehnatda, ishda, tilingiz va qalbingiz zikrida bo'lsin. Alloh subhanahu va taoloning zikri eng ulug' narsa, eng buyuk narsa bo'lib ham inson tavbasini e'lon qilsa va istig'forni aytadigan bo'lsa, mana siz ishlab turgan joyingizda, yurganda, turganda, o'tirganda, ba'zi insonlar bor, faqat musiqa eshitib ishlaydi. Ba'zi insonlar bor, faqat sherigi bilan ishlayotganda g'iybat bilan ovora bo'lib ishlaydi. Yoki birovni xato kamchiligini aytishlik bilan ovora bo'lib ishlaydi. Baribir vaqt o'tadi. Baribir til harakatlanadi. Siz bilan bizni tilimiz astag'firulloh, astag'firulloh. Albatta dam olib doim emas, qo'lingizdan kelgancha istig'for aytib. Mana bir oqsoqol bilan ko'rishganimda menga aytdiki, domla dedi, har kuni 5000 marta istig'for aytaman dedi. Har kuni 5000 martadan istig'for aytaman Alloh taologa dedi. Qarang, imkoni bor ekan. Haligi Ahmad ibn Hanbalni voqeasida ham keladiki, bir novvoy har safar non, haligi xamirni non qilib tayyorlab turgan vaqtida har safar har bitta nonni tayyorlaganda astag'firulloh, astag'firulloh deb tayyorlar ekan. Alloh taolo u kishining duolarini ijobat qilib qo'ygan. Shuning uchun aytamizki, jamoatimizga rizqni ko'payishini, barakatlar bo'lishini sabablaridan biri istig'for aytishlik, tavba qilishlik, gunohlardan astag'firulloh, astag'firulloh deyishlik insonni rizqini ko'payishiga, kengayishiga sababchi bo'ladi. Keyingi rizqni sabablaridan biri, hurmatli jamoat, haqqut tavakkul alalloh. Alloh subhanahu va taologa tavakkal qilishlik. Vallohu yuhibbul mutawakkilin. Alloh taolo tavakkal qilganlarni yaxshi ko'radi. Va alallohi falyatavakkalul mu'minun. Alloh taologa mo'minlar tavakkal qiladi. Allohga tavakkal qilinglar. Tavakkal haqida oyat karimalar juda ham ko'p. Inson g'aybni bilmaydi. Oldida, kelajakda qanday hayot bo'lishligini bilmaydi. Alloh taolo aytayapti Qur'oni Karimda: "Va ma tadri nafsum madha taksibu g'ada va ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut." Nafslar ertaga nima kasb qilishligini bilmaydi deyapti. Va nafslar ertaga qaysi joyda omonatini, jonini topshirishligini bilmaydi. Hayot omonat, butun turishligimiz, yurishligimiz hammasi omonat bo'lib hisoblanadi. Ammo Alloh taolo yuhibbul mutawakkilin, tavakkal qilgan insonlarni yaxshi ko'radi. Bu xosatan bizning tijoratchilarimizga, mana shu tijorat orqasidan, tavakkal orqasidan boyib ketgan insonlarimiz buni yaxshi bilishadi. Ya'ni tavakkal shunday ajoyib narsaki, bu sir, tijoratning sirlaridan biri. Bir kishi aytadi, men deydi, samolyotda kelayotganimda
bir biznesda zalida alohida o'tirsak, bir kishi bilan birga o'tirib qoldim. Ko'rishmadim, gaplashmadim. Samolyotga chiqib biznes klassda o'tirsam, samolyotda ham yonimda o'tirib qoldi. Keyin mendan so'radi, men u paytda yosh yigitim deydi. Yosh yigit edim. Nima ish bilan shug'ullanasiz deb so'raganda, men biznesmenman deb aytdim deyapti. Ya biznes nima degani, tijorat nima degani tushuntirib bermaysan desa. Tijorat endi shu olishlik, sotishlik. Boyishlik. Yo'q, tijorat unday emas. Tijoratdagi har bir harflarda ma'nosi bor deb menga tushuntirib bergan. O'sha tushuntirdagandagi atta, at-tijara degandagi atta, at-tavakkul. Alloh subhanahu va taologa tavakkal qilishlik. Ana Rossiyaning bir necha shaharlariga borib, Yujniy Saxalin, Vladivostok yoki boshqa shu shaharlarga borganimizda aytishadiki, ba'zilari suhbatlashib o'tirsangiz, domla deydi, tavakkal qilib shu shaharga kelganmiz. Alloh taolodan so'rab tavakkal qilib kelganmiz. Keldikda, birinchi kelganimizda pullarimiz oz, tanigan odamlarimiz yo'q. Qiladigan ishimizni nimadan boshlashni bilmaymiz. Shu odam bizga shu gapini aytib berayotganda, pullari ko'p, qo'lda ishchilari ko'p, mol mulklari, sihat salomatlik hammasi keng bo'lib ketgandan keyin aytib bergan narsa oldini bilmagan. Kelajak nima bo'lishligini bilmagan. Unutmaylik, hurmatli tijoratchilar, hurmatli hayotga qadam qo'yayotgan, yangi ish boshlamoqchi bo'layotgan aka-ukalar, yaqinlar, ziroat, dehqonchilik yoki boshqa. Alloh subhanahu va taolo tavakkalni o'ta yaxshi ko'radi. Tavakkal qilgan insonni Alloh taolo o'ta yaxshi ko'radi. Lekin tavakkal qilayotganda albatta sabab bilan qilish kerak. Masalan deydi, tijorat yoki dehqonchilik qilayotgan odam deylik. Dehqonchilik qilayotgan odam tavakkalni qanday qilib qiladi desa, avval yer oladi, so'ngra urug' sepadi, so'ngra tavakkal qiladi. Tavakkal bilan orzu-parastlikni ajratib olaylik. Hech narsa yo'q tavakkal qilishlik bu ahmoqlik bo'ladi. Ammo inson sababni qilganidan so'ng tavakkal qilishligi ana o shariat buyurgan narsa bo'ladi. Haromga tavakkal qilinmaydi. Ammo shariatimizda Alloh subhanahu va taolo tavakkalga buyurdi. Hattoki boyaga aytgan hadisimiz bunga tushadi. Law annakum tatawakkaluna alalloh. Qush kabi haqiqiy tavakkal qilganlaringda edi. Qarang, qushni bir hadisi bizni rizq sabablarini 3 tasini aytyapti. Tavakkal qilishlik, harakat qilishlik, harakatni biz tushuntirdik. Demak, o'sha tavakkal qilishlik. Haqqut tavakkul, haqiqiy tavakkal qilishlik Alloh subhanahu va taolo sizni rizqingiz kengayishiga, ko'payishiga sababchi bo'ladigan narsa qilib bog'lab qo'yibdi. Ko'p tijoratchilar tavakkalchi bo'ladi. Boyib ketadi. Yiqilsa yana boyib ketadi. Lekin ko'p insonlar qo'rqoq bo'ladi, tavakkal qila olmaydi. Shuning uchun tijoratni yoki qilayotgan ishini o'ylanib turadi. Bahordan yozgacha, yozdan kuzgacha o'ylanadi. Qarabsizki, mavsum ham o'tadi, qo'ldan bor imkoniyat ham ketadi. Siz bismillah deng, sabablarni oling, Alloh taolaga tavakkal qiling. Alloh subhanahu va taolo tavakkal qilgan insonlarni yaxshi ko'radi. 100 foyda o'ylasangiz 1000 foyda beradi. 1000 foyda o'ylasangiz 100 ming foyda beradi. Chunki tavakkal dovyurak insonning ishi. Tavakkalsizlik esa qo'rqoq insonning ishi. Tijorat doimo jur'atga, tavakkalga muhtoj bo'lgan narsalardan biri. Shuning uchun aytamizki, rizqni keyingi sabablardan biri inson Alloh taologa haqqut tavakkul qilishligi. Halol narsani bismillah deb Alloh taolodan so'rab tavakkal qilasiz, sababini olib, so'ngra Alloh taologa topshirasiz. Qarabsizki, Alloh subhanahu va taolo sizga barakasini beradi. Undan keyingi rizqni ko'payishlik sabablaridan biri Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam sizlarni kim umri uzun bo'lishini xohlasa, rizqi keng bo'lishligini xohlasa, falyasil rahimahu, qavmi qarindoshchiligini bog'lasin dedilar. Qavmi qarindoshchilikni uzishlik rizqni uzilishligiga sababchi bo'ladi. Qavmi qarindoshchilikni bog'lashlik rizqni ko'payishiga, barakasiga sababchi bo'ladi. Ulamolarimiz aytadiki, qanday qilib qavmi qarindoshchiligini bog'laymiz? Qanday qilib bog'laymiz? Eng qisqa yoki eng oz qavmi qarindoshchilikni bog'lashlik qanday bo'ladi desa, tafsirda aytishar ekanki, ulamolarimiz hadislar sharhida silatur rahim degani hech bo'lmaganda qarindoshlarga assalomu alaykum deb turishligi mana shu qavmi qarindoshchilikni bog'lashlikdir deb aytishgan ekan. Assalomu alaykum va alaykum assalom. Telefoningizda yoki ba'zan o'sha Telegram shunga o'xshagan narsalarda qavm qarindoshdan xabar olishlik. Teskari bo'lishlik emas, xabar olib turishlik insonni rizqini kengayishligiga sababchi bo'ladi. Buni ko'p ko'rdik.
aka ukalari bilan, yaqinlari bilan, qavmi qarindoshlari bilan muomalasi yaxshi insonlarni rizqlari yoki barakatlari keng bo'layotganligini ko'rdik. Bu Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning va'dasi. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam aytdilarki, agar kim umri uzun bo'lishini xohlasa, rizqi keng bo'lishligini xohlasa, falyasil rahimahu, qarindoshchiligini bog'lasin, qarindoshchiligini ulasin, qavmi qarindoshiga rahm qilsin, qavmi qarindoshchilik qilsin. Mana shu o'rinda shu insonning rizqlari keng bo'ladi degan Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamning hadislari bor. Biz ko'p aka-ukalarni bilamiz, tijoratda sherik, qilayotgan biznesda sherik. Biz bu Qirg'izistonimizda, qo'shni mamlakatlarda, Rossiyalarda bilamizki, aka-ukalarni bir-birlari bilan tijoratda sherik bo'lib, baraka topib, chiroyli hayot kechirib yurgan juda ham ko'pchilik bilamiz. Mashaalloh, tabarakalloh. Alloh taolo ularga rizqiga baraka bersin. Hammangizga, sizga, bizga, hammamizga Alloh taolo rizqimizga barakat bersin. Ammo aka-ukalar, yaqinlar bir-birlari bilan muomalasida va tijoratda sherik bo'lsa, bu yanada Alloh subhanahu va taolo tomonidan barakatlarga sababchi bo'ladi. Chunki bu baraka va'da qilingan baraka. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam umri uzun bo'lishini xohlagan inson, rizqi keng bo'lishini xohlagan inson aka-ukasini yoki qavmi qarindoshchilikni bog'lasin, Alloh uni rizqini kengaytirib beradi dedilar. Allohu alam. Rizqni ko'payishligi, kengayishligi, barakat bo'lishligining sabablaridan yana biri, dunyoviy tarafdan o'ylasangiz bu teskari bo'ladi, ammo dinimiz tarafdan o'ylasangiz shu to'g'ri bo'ladi. Nima degani bu? Alloh subhanahu va taolo yabna adama anfiq unfiqu alayk. Ey inson deyapti. Ey odam bolasi. Sen infoq qilgin, ihson qilgin, sadaqa qilgin, anfiqu alayk. Men senga infoq qilaman, ihson qilaman deyapti. Yoki hadisda Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam keyingi hadisda ma naqasat mal imri'in min sadaqatin. İnsonni mol mulki bergan sadaqasidan kamaymadi dedilar. Qarang, sizda boylik bor, pul bor, dollar, rubl, so'm, dinor, dirham, qanday bo'lsa. Mana shu pulingizdan ihson qilsangiz, sadaqa qilsangiz, fa huwa yukhlifuhu, oyat karimada Alloh taolo o'rnini to'ldirib beradi deyapti. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam hadisda aytadilarki, har kuni ertalab insonga farishta kelib duo qiladi. Aytadiki, Allohumma a'ti munfiqan khalafa, mumsikan talafa. Ey Robbim, infoq qiluvchi, ihson qiluvchi bandanga bugun mana ertalab bo'ldi. Bugun kechga infoq qiluvchi, ihson qiluvchi bandangni ihsonlarini o'rnini to'ldirib ber der ekan. Ya'ni siz boyligingizni ko'payishligini sabablaridan biri farishtani sizga bo'lgan duosi bo'ladi. Farishta nima deb duo qilyapti? Robbim, shu bandang ihson qiladigan bo'lsa, sen shu bandanga o'rnini to'ldirib ber deyapti. Sadaqa qancha? Qaysi inson sadaqa qiladigan bo'lsa 10 barobar, 100 barobar, 700 barobar qilib Alloh subhanahu va taolo o'rnini to'ldirib beradi. Shuning uchun Alloh subhanahu va taolo narigi dunyoga ketgan insonni bu dunyoga qaytib keladigan bo'lsa nima deyishligini Qur'oni Karimda nozil qildi. Qala robbirji'uni la'alli a'malu solihan fima tarakt. Qabrda turib inson aytar ekan, ey Robbim, dunyoga meni qaytargin. La'alli a'malu solihan fima tarakt. Men tark qilgan solih amallarimni qilsam, fa as-saddaqa va akum minas solihin. Sadaqa qilsam, ihson qilsam, va akum minas solihin, solihlardan bo'lsam deb qabrdagi inson aytar ekan. Qarangki, inson narigi dunyodagi inson qaytib kelishligining sababi nima desa, sadaqa qilishlik uchun. Alloh taolo sizga boylik berdi, ko'p yaxshilik berdi, kenglik berdi. Ana u boylikni, yaxshilikni o'zimizda doim ushlab turishligimiz baxillikka dalolat qiladi. Insonni baxilligiga dalolat qiladi. Alloh Qur'oni Karimda aytayaptiki, "Ash-shaytonu ya'idukumul faqra va ya'murukum bil fahsha, vallohu ya'idukum maghfiratan minhu va fadla." Shayton sizlarga faqirligini, kambag'alligini va'da qiladi deyapti. Shayton qo'rqitadi, berma. Bersang kamayib qoladi. Bersang ozayib qoladi. Boyligingdan ihson qilma deb shayton doim qo'rqitib turadi. Allohchi, Alloh taolo mag'firatan va fadla. Shayton berma deb aytadi va fahshga buyuradi. Pullarni ihson qilmaslikka, baxillikka va yomonlikka buyuradi. Alloh subhanahu va taolo esa
berishlikka, infoq, ehson qilishlikka hamda men sizlarga beraman deb Alloh taolo va'da qilyapti. Qani? Anfiq, unfiqu alayk. Ey odam bolasi, sen ehson qil, sen ehson qilgin, men senga ehson qilaman deyapti. Qur'oni Karimda qarang, boshdagi birinchi sura. Alif lam mim, zalikal kitabu la rayba fih. Alif lam mim. Bu kitob ulug' Qur'on, la rayba fih. Qur'onda biror bir shubha yo'q, shak yo'q. Hammasi Alloh taolo tarafdandir. Hudallil muttaqin. Taqvodorlar uchun bu hidoyatdir. Allazina yu'minuna bil g'ayb. Taqvodorlar qanday taqvodorlar? Ularning sifati shundayki, g'aybga iymon keltirishgan. Yuqimunas solah, namozlarni barpo qilib qoim qilishadi. Va mimma razaqnahum yunfiqun. Biz bergan rizqdan infoq qilishadi deyapti. Aslida rizqlar ham Alloh taolo tarafdan berilgan. Bizga berilgan hamma rizq, sihat salomatlik bo'lsin, tinchlik omonlik bo'lsin. Bu bizi aql idrokimiz bo'lsin, farzandimiz bo'lsin, ota-onamiz, uyimiz, solih ayollarimiz, turmush o'rtoq hammasi va boylik. Kim tarafdan berildi? Bu faqatgina Alloh subhanahu va taolo tarafdan siz bilan bizga berilgan narsa. Alloh aytayaptiki: "Va mimma razaqnahum yunfiqun." Ular biz ularga bergan narsalarimizdan infoq ehson qilishadi, ya'ni zakotlarni ado qilishadi. Shuning uchun biz aytamizki, mana bu quyidagi oyat va hadislarda tayangan holda sizga bergan narsadan siz infoq qiling, baxillardan bo'lmang. Infoq qilishlik, ehson qilishlik Alloh taoloning va'dasi, Rasulullohning sunnati ko'rsatgan hadislarga ko'ra sizni mol, mulk, boyligingizni ko'paytiradi. Alloh taolo Qur'oni Karimda lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. O'zingizlar yaxshi ko'rib turgan narsadan ehson qilmaguninglarcha yaxshilikka erisha olmaysizlar dedilar. Alloh taolo Qur'oni Karimda sadaqa haqida, ehson haqida hal jazaul ihsani illa al ihsan. Ehsonning mukofoti faqat ehson emasmi dedi. Ehson qiling, sizga o'zingizga ehson bo'ladi dedi. Demak, boyligimizni faqat jamlab, inson ham qiziq ekanda ba'zilar faqat to'playdi, jamlaydi. Yo bu oldin tashlab ketib qoladi. Biz qanday qilamiz desa, mana shu to'plagan, jamlagan paytimizda har safar infoq, ehson qilib turamiz. Alloh taolo yanada bizga barakalarni ko'paytirib beradi. Alloh taolo o'zi buni Qur'onda va'da qilyapti. Rizqimizni keng bo'lishligini sabablaridan yana biri turmush qurishlik, uylanishlik. Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimda o'z fazilatlarini beradi, o'z fazlidan beradi degan oyat karima tushirdi. Uylanishlik insonning rizqini kengayishligiga sababchi bo'ladi. Insonga Alloh taolo farzand bersa, o'g'il bersa yoki qiz beradigan bo'lsa, ya'ni buni farzandlik qiladigan bo'lsa, mana shu insonning rizqi qo'shilib keladi. Nahnu narzuquhum, nahnu narzuqukum dedi oyat karimada. Biz sizlarga va ularga rizq beramiz. Biz ularga va sizlarga rizq beramiz deyapti. Ba'zi inson farzandlik bo'lsa, o'g'il ko'rsa yoki qiz ko'rsa, birinchisida xursand bo'ladi. Ikkita, uchta ko'payishni boshlagandan keyin endi bularni qanday qilib boqaman? Qanday qilib bular rizqini beraman deydi. Rizqini siz bermaysiz, rizqini Alloh taolo beradi. Balki shunday tushunishimiz kerakki, o'sha farzand tufayli sizga rizq keladi. Uylangan insonning ahli ayoli tufayli bu kishiga rizq keladi. Alloh taolo o'zi yughnihimullohu min fadlihi dedi. O'z fazli ilarida bularni behojat qiladi deyapti. Alloh o'z fazli ila bu insonlarni behojat qiladi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam hadisda aytdilarki: "Ya ma'shara shabab, ey yigitlarning jamoasi, man istata minkumul ba'ata falyatazawwaj." Uylaninglar. Imkoniyati bor yigitlar uylaninglar. Bo'lib ham shu zamonda, bizni shu bugungi kunimizda telefonlar keng tarqab ketgan, fahish fujurlar kengayib, oson, yengil bo'lib qolgan zamonda biz yosh yigitlarga, ukalarimizga aytamizki, falyatazawwaj, uylansin. Ham boyiydi, ham u insonning nafsi xotirjam bo'ladi, shahvatlari har xil taraflarga ketmaydi, o'y fikrlari buzilmaydi. Yana ulamolarimiz aytadiki, quyidagi oyatga ko'ra, quyidagi hadislarga ko'ra, yughnihimullohu min fadlih, Alloh subhanahu va taolo o'z fazli karami ila insonni boyitadi. Qachonki turmush quradigan bo'lsa, yaxshi niyat bilan inson, xosatan erkak kishilar turmushga harakat qilib, ertaroq uylanib, oila quradigan bo'lsa, Alloh taolo unga baraka beradi. Alloh taolo unga boylik beradi. Farzand beradigan bo'lsa, farzandli bo'ladigan bo'lsa, yanada u insonga Alloh taolo boyliklarini beradi. Keyingi rizqqa sabab bo'ladigan narsalarning biri tarkul maasi va tarkul muharramat, haromdan uzoq bo'lishlik, gunohdan uzoq bo'lishlik. Ko'p aka-ukalarimiz, yaqinlarimiz rizqi kamligidan shikoyat qilishadi. Bomdodlarda vaqtda o'qimaydi,
5 vaqt namozlarni o'z vaqtida o'qimaydi, ibodatlarni, zikrlarni to'ldirmaydi, balki harom ishlar bilan mashg'ul bo'ladi. Gunoh bilan mashg'ul bo'ladi. Ma'siyatlar bilan mashg'ul bo'ladi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam hadisda albatta banda Alloh taolo tarafdan berilgan rizqdan harom ishlar qilganligi tufayli mahrum bo'ladi dedilar. Siz shuncha mehnat qilasiz, harakat qilasizda, so'ngra harom ishlar bilan mashg'ul bo'lasiz. Alloh taolo sizni rizqingizni, bu keng bo'lib turgan rizqni sizdan olib qo'yadi, mahrum qiladi. Shuning uchun ulamolarimiz aytadiki, taqvo qilishlik, buni sharhladik, rizqni ko'paytiradi. Buni teskarisi, ya'ni inson gunoh qilishligi, ma'siyat qilishligi, harom amallarni qilishligi bu insonni rizqini kamayib qolishligiga sababchi bo'ladi. Bundan keyingi rizqni ko'paytiradigan masalalardan biri Alloh subhanahu va taolo shukr qilishligini Qur'onda bayon qildi. Oyat karimada Alloh taolo aytdiki: "La in shakartum la azidannakum va la in kafartum inna azabi lashadid." Ey bandalarim, qachonki sizlar shukr qiladigan bo'lsanglar, la azidannakum, la azidanna, lom harfi, azidannadagi nun tavkid harfi arab tilida aniq degan ma'noni bildiradi yoki qasamni bildiradi. Ey bandalarim deyapti. Qachonki sizlar shukr qilsanglar, alhamdulillah desanglar, Allohga shukr, berganingga shukr. Ko'zim ko'rib turibdi, quloqim eshitib turibdi. Biz hozir shunday zamonda bo'ldikki, hamma bir-biriga qarab musobaqa o'ynaydi. O'zida bo'lib turgan boyligini boshqalarga solishtirib, o'zini kambag'al deb o'ylayapti ko'pchilik. Balki hozir hamma rizq keng bo'lib turgan paytdamiz. Tarixda ba'zi bir podshohlar yashamaganday biz yashab turibmiz. Rizqimiz keng, ko'p narsalarimiz mo'l. Balki bizni shariat, dinimiz aytayaptiki, la in shakartum. Alloh aytayapti: "Ey bandalarim, shukr qilsanglar, la azidannakum. Albatta men sizlarga ziyoda qilib beraman." Alhamdulillah deng. Alhamdulillah, alhamdulillah. Rizq masalasida hech qachon o'zidan yuqoriga qaralmar ekan. Balki mendan ham qiynalayotgan insonlar bor-u deb qaralar ekan. Ilm masalasida o'zidan yuqoriga qaraladi. Mendan ilmlik bor, nimaga ilm o'qimayapman deydi. Ammo rizq masalasida mendan ham kambag'al, faqir, miskin odamlar bor. Men ulardan ko'ra yaxshiroqman deyish kerak. Shuning uchun Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimda la in shakartum la azidannakum. Ey bandalarim, shukr qilsanglar, men albatta sizlarga ziyoda qilib beraman deyapti. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam eng ko'p shukr qilguvchi inson bo'ldilar. Hattoki payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga malikan va nabiyyan, podshoh va payg'ambar bo'lasizmi yoki faqir yoki ya'ni boyligi ozroq va payg'ambar bo'lasizmi deganda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytdilarki: "Bal aju'u yawman va ashba'u yawman." Bir kun och, bir kun to'q bo'laman, lekin mana shunday holatda payg'ambar bo'laman dedilar. Hozir dunyo shunaqa bo'lib qoldi-da, odamlar hammasi butun o'lchamlar faqat iqtisod bilan bo'lib qoldi. Faqat pul bilan bo'lib qoldi. Shukr qilaylik, Alloh subhanahu va taolo bizni nima rizqlarimizni ziyoda qilib beradi. Va rizqni ziyoda bo'lishligining sabablari juda ham ko'p. So'nggisi inshaalloh duo qilishlik. Alloh Qur'oni Karimda aytayaptiki: "Va qala robbukum ud'uni astajib lakum." Roblaring aytdi: "Duo qilinglar, men sizlarni duolaringni ijobat qilib beraman" deb aytdi. Siz ertalabda har kuni turgan vaqtingizda boyagi hadisga ko'ra shayton qulog'ingizga bavul qilmasin. Ertalab turingki, ertalab bismillah deganda birinchi chugun yechiladi. Tahorat olganda ikkinchi chugun yechiladi. Bomdod o'qiganda uchinchi chugun yechiladi. So'ngra mana shu namozni o'qing. Bomdod namozining sunnati uyda, farzi esa jamoatda o'qilinadi. O'qigandan so'ng duo qilish kerak. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam tonggi zikrlarda har kuni ey Allohim meni faqirlikdan saqla deb duo qilar ekanlar. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam hadisda aytdilarki: "Ni'mal malu solih li rajuli solih." Solih inson bo'lsa va uni boyligi bo'lsa qanday ham yarashibdi dedilar. Sizga mo'min musulmon insonga boylik yarashadi. Abu Bakr Siddiq roziyallohu anhu boy bo'lgan juda. Umar ibn Xattob, Usmon roziyallohu anhu, Abdurrahmon ibn Avf, so'ngra Abu Hurayra Rasululloh sollallohu alayhi vasallamdan keyin Madinaga amir bo'ldilar. Demak, duo qilishlik, ertalabdan qo'lni ko'tarib yoki boshqa joyda yoki musofirlikda yoki ishlayotgan paytda, halol yurgan holatda, tahorat holatda, qiblaga qaragan holatda Alloh taolodan: "Ey Robbim, halalut tayyib, halolingdan bergin, menga keng rizqingni bergin, rizqimga barakatlaringni bergin" deb duo qiladigan bo'lsa, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam ayni ertalab duo qilardilar. Mana shunday duo qiladigan bo'lsa, Alloh subhanahu va taolo o'zi rizqlarini kengaytirib beradi. Alloh taolo bu dunyoda yashab turibmiz hammamiz. Mana shu dunyoda yashab turganimizda rizqlarimiz o'zi keng qilsin, barakatli qilsin, foydali qilsin.
alloh taolo ba'zi bir insonga rizq bermaydi, shuni o'zi ham rizq bo'lib hisoblanadi. Nimaga? Uni rizqi agar kelganda buzilib yoki fisq va fasod qilib yuborishligi mumkin edi. Alloh taolo bizga boylikni ko'taradigan hamda mana shu rizqlarini yaxshi yo'lga ishlatadigan insonlar safidan qatoridan qilsin. Va axiru da'vanan alhamdulillahi robbil alamin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.